Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri avlodlar to'rbetiga xush keldingiz. Men Nuriya Rahman. Bugun men Janvada, uyda. Qo'limda dangliq olimimiz, faylasuf marhum Abdushkur Muhammad Emin asarlari Uyg'urlarda islom madaniyati nomli kitap. Bugun huzuringizga sunmoqchi bo'lganim shu nomli asar, ya'ni Uyg'urlarda islom madaniyati. Xo'sh. Uyg'urlarda islom madaniyati. Birinchi. Hozirgi zamon Uyg'ur millatining Iroq ota-bobolari Tangir tog'larining janub va shimolidagi bo'ston va yayloqlarni asos qilib, Farg'ona va Yattisu, Urxun va Selinka atrofida yashagan. Oğuzxon, Abrasiyab, Buyukxon va Bug'roxon qahramonlik dastonlariga varislik qilishgan xonlik jamoati yog'li qor, yog'ma qabilalardan tashkil topgan. 10 Uyg'ur, Sharqi Uyg'ur qabilalari tashkil qilgan Urxun Uyg'ur xonligi G'ulab, yog'li qorlar Ganju Seriq Uyg'urlarga aylangandan boshqa Adiz, yog'ma qabilalari xonlik jamoatini tashkil qilgan 9 Uyg'ur, G'arbiy Uyg'urlar Beshbaliq, Idiqut Arslan xonligi, Qashqar, Quz, O'rda, Bug'ra Qara xonligi bilan uningga tava O'tir Osiyo ilik xonligini tashkil qilib, Sharq bilan G'arb orasidagi mashhur Yipak yo'li aloqalari bilan olamshumul tarixiy shuhratga ega bo'lgan islom madaniyatiga ko'rinarlik to'kib qo'shgan. Uyg'urlarning O'rta va Markaziy Osiyo millatlari orasida yashagan territoriyalarining kengligi, o'ltiraqlashish va tarixchilikqa eng dastlab qadam qo'yganligi, ko'kturuk qag'alliqining dehqonchilik va hunarsozlik ishlari Uyg'urlarni jalb qilish asosida maydonga kelganligi, shahar qal'a hayoti va moliya sodiga bo'lgan mahorati, yeziq va adabiy til jihatda oldingi o'rinda turganligi, ibtidoiy animizm va totemizm va shaman aqidalaridan allaburun aloqani uzib, atashparastlik, mani ham buddizm madaniyati bilan tanishganligi, o'z tarixida bir qator shahar, qal'a mamlakatlari va bir qancha xonliqlar barpo qilgan kuchli siyosiy tipik gavda hosil qilganligi, mashhur siyosiy arboblar, sarkardalar, mutafakkur olim shoirlar, tarjimashunoslar va ko'ringan savdo iqtisod hojidorlarining yetishib chiqqanligi bu millatning madaniyat qatlamining boyligi, afzalligi va o'ziga xos taraqqiyparvar xosiyatlarini shakllantirgan. Xuddi qadimki Suriyaliklar o'ziga xos milliy madaniyatdan tashqari Grek, Misr, Mesopotamiya va Hindi madaniyatlari bilan o'zlarining madaniyat qatlamini baytqandek, Uyg'ur millatimi o'ziga xos mahalliy madaniyatdan tashqari O'rta diyor, Grek, Rim, Arab, Ajam va Hindi madaniyati ta'siri bilan o'zining madaniyat xazinasini baytgan va yuksaltirgan. Bu hol Uyg'ur xalqini butkul O'rta va Markaziy Osiyo millatlari orasida eng madaniyatlik millatlik salohiyatiga muyassar qildi. Uyg'ur millatining islom dinini qabul qilishi nuqul islom e'tiqodi va kalomizm tushunchalarini qabul qilganlik bilan cheklanmasdan, balki butkul bir butun dunyoviy madaniyat tipini, islom madaniyatini qabul qilganligi bilan xarakterlangan. Bu ikki nuqtani, ya'ni Uyg'urlarning mundaq bir qadar yuqori madaniyat tipini shaklan emas, balki faol o'zlashtirish pallasida turgan madaniyat iqtidorini, shuningdek islom madaniyatining o'zidan ilgariki madaniyat tiplaridan yuqoriroq
sinkretik qatlamdagi diniy madaniyat shakli ekanligini ko'rsatadi. Uyg'urlarning islom dinini qabul qilishi Eron tojik tipidagi Samanilar sulolasini hisobga olmaganda Türkiye xalqlarining bu dinni qabul qilishining muqaddimasi va ulgusini tikladi. Boshqa Türkiye xalqlari bilan turklashgan Mo'ng'ul qabillalari Uyg'urlar orqali islomiyatni qabul qilgan. İslamiyet dini shaklda maydonga kelgan va rivojlangan madaniyat hodisasidan iborat. İnsoniyatning bilish va tafakkur tarixini, turmush va madaniyat tarixini din va diniy madaniyat tarixidan ayirib etadigan. Diniy madaniyat tarixini yoki madaniyatning diniy tipini qandaqdir g'ayri tarixiy, g'ayri madaniy hodisa sifatida izohlaydigan qarash va uslub ilmga zid. Tarix isbotladiki, din tarixini tushunmay turib, diniy shakldagi madaniyat tarixini tushunmay turib, insoniyat ruhining tarixini va ruhiyatdagi insoniyat tarixini to'liq tushunish mumkin emas. Bundaq tarix oxirlashgani yo'q. Haqiqiy tarix xuddi Grek afsonalari, Grek san'atining baliyatqusi bo'lganiga o'xshash, diniy madaniyatning ilm fan madaniyatining munbat tuproqi, raqobatga ilhomchisi va eng oxirida bir-birini to'liqlovchisi bo'lishini isbotlamoqda. Hozirgi zamon informatsiya va yangicha ong tafakkur izlanishi bizdan dahrlikka qarshi yoki ilohiyatchilikka qarshi janggohni kuchaytirishni emas, balki millatni gullantirish va insoniyat hamkorligini kuchaytirish yo'lida. Haqiqat, insoniyat va baxt saodat uchun bo'lgan kurashda o'zaro garmonlashishni talab qilmoqda. Ikkinchi, islom dini dunyoviy dinlar ichidagi eng keyingi din, yosh din. Agar buddizm, xristian dinlari qul egiligi davri madaniyatining xos shakli sifatida shakllangan va o'rta asr sharoiti talablariga uyg'unlashgan bo'lsa, islom dini o'rta asr madaniyatining original bir turi sifatida maydonga kelgan va rivojlangan. Agar buddizm, xristian dinlari o'zidan ilgiriki din va madaniyat qurilmalari asosida maydonga kelib, bir yurish buddizmlik va xristianchilik madaniyat shakllarini barpo qilgan bo'lsa, islom dini o'zgacha bo'lgan din va madaniyat samaralarining islomga muvofiq omillardan foydalanib, bir butun islom dini ta'limoti, turmush shakli va madaniyat tipini ro'yobga chiqargan. Islom madaniyati Yevropa madaniyat uyg'onishining urug'ini terg'anligi hamda hech qanday bir sir emas. Islom dini garchi boshida bir xil madaniyat shakli sifatida maydonga kelishga boshlagan bo'lsa-mu, Abbosiya xalifaligi davrida yuz bergan sharq madaniyat uyg'onishi orqali 9-12 asrlar ichida yep-yangi bir xil dunyoviy tarixiy xarakterlik madaniyat tipini islom madaniyatini shakllantirib chiqdi. Bundaq madaniyat nuqul islom e'tiqodchiligi mazmun qilingan diniy madaniyatdan tashqari yana islom qonunchiligi, islom adab axloqi, islom binokorligi, islom adabiyoti, arab yoziqi va xattotligi, islom madaniyati tarkibidagi falsafa, tibobatchilik va tabiat ilmlari, kalendarchiligi qatorliq sohalarni o'z ichiga olgan keng ijtimoiy madaniyat sistemasidan iborat bo'ldi. Islom madaniyati o'ziga xos diniy yoki tarixiy aloyliklardan tashqari insoniyat madaniyatining ayni zamondagi umumiy muvaffaqiyatlari saviyasiga vakillik qilib, dunyoga qimmat yaratdi. Agar mundaq bo'lmaganda edi, islom madaniyati ming yillardan beri milliardlagan kishi qalbini, turmush yo'sullarini o'ziga mundaq
jalb qilmagan bo'ladi. İslam dini Ömeriye sulalisi 661'den 750 yıllargacha davrida O'rta Osiyoga ta'sir ko'rsatishga boshladi. Xalifa Valid 705'den 715 vaqtida Sarkarda Qutayba ibn Muslim boshchiligidagi Arab musulmon qo'shinlari O'rta Osiyoni ishg'ol qilish yurishini boshlab, ko'p yillik jiddiy janglardan keyin 712-yili bu ishni muvaffaqiyatli oxirlashtirdi. Shundan boshlab Farg'ona va Qashqar vodiysi, Talas, Yaksu bo'stonliqlari, hatto Beshbaliqda islom muxlislari paydo bo'lishga boshlagan bo'lsa-mu, Samanilar bilan Qarag'aniylar orasidagi kaskin harbiy ziddiyatlar tufayli islom dini 9 Uyg'ur qabilalari orasida qattiq ta'qib qilindi. Faqat Sultan Bug'roxon 935-yili otishda islom dinini qabul qilib, Qarag'aniylar hokimiyatini egallagandan keyinla İslamiyet Qarag'aniylar hukmronligi yetgan Uyg'urlar orasida ijtimoiy turmush va ideologiyalik madaniyatning Uyg'urcha milliy tusga kirgan alohida tipik shakli bo'lib qoldi. Uyg'urlarning So'g'di qatorliq O'rta Osiyo millatlarini eng oxirgi qitim o'zlashtirishi, O'rta Osiyoga Baykal, Irtish vodisidagi boshqa turkiy xalqlarning orqa-orqadan yetkilib kelishi, Qarag'aniylarning Samanilarni munqars qilib Mavara-un-Niharda majib tasga mavu. Mavara-un-Nahrda ilik xonliqlarni barpo qilishi, Qarag'aniylarni asos qilgan turkiy xalqlarning Arab xalqchiligida tutgan o'rnining borgan sari kuchayib berishiga agishib, O'rta Osiyo turkiy rayonlarida Uyg'ur turkiy shakldagi islom madaniyati alomatlari shakllanib chiqdi. Bu ahvol an'anaviy Uyg'ur madaniyatining islomiyat shaklida yanada rivojlanishiga va dunyoga yuzlanishiga elib keldi. İslamiyet medeniyeti Uyg'ur madaniyatini beyitdi. Uyg'ur madaniyati mu islom madaniyatiga töhfa qo'shgan boshqa millatlar madaniyatidek islom madaniyatini o'chmas töhfalar bilan beyitdi. 3. Olam va uning manbasi, odam va uning Tangri oldidagi majburiyatlari to'g'risidagi shamanizmlik, otashparastlik, buddizmlik va monizmlik diniy tasavvur va aqidalar o'rniga Allohning birligi va uning sifatlari, odamning yaratilganligi va musulmonchilik majburiyatlari to'g'risidagi yangi aqida va qarashlar o'rni almashtirdi. Islom dini tashabbus qilgan musulmonchilik parhezlari, iymon, namoz, roza, o'shri zakat, haj qilish shartlari Uyg'ur ruhiyati va e'tiqod turmushining hamma taraflariga tren o'rnashib, g'oyat zo'r va doimiy etnik diniy faoliyat tusini oldi. İslamiyatning axloq va qonun, ya'ni shariat qarashlari ilgariki ijobiy an'anaviy qarashlar bilan qo'shilib, Tangriga va insonga halol munosabatda bo'lishning yangi o'lchamlarini shakllantirdi. Vijdon nazoratidan tashqari fazilat ko'zatkuchi, yaxshi yomonlarni hisoblab turg'uchi g'oyib farishtalar, nazorati islomlashgan Uyg'urlarning niyat va faoliyatlarini tizginlaydigan bo'ldi. Islom qonuni jazolari, jamoat fikri ayblashlari, vijdon azob ustiga yana qiyomat so'rqi bilan do'zax azobi tashvishlari qo'shilib, shaxsning o'z-o'zini tizginlash mas'uliyati va tasavvurini kuchaytirdi. Uyg'urlarda maxsus diniy tabiqa, ya'ni Shayxul Islom, har darajalik qozi va muftilar, har darajalik jome masjid imomlari, ma'zinlar, mazar mashoyix shayxlari, diniy madras, maktab mudarris ulamolari,
diniy ilm bo'yicha har darajalik olimlik martabalari maydonga keldi. İslam madaniyati oila, yurt, mahalla, shahar qurilishlaridan Uyg'ur jamiyatiga xos binokorlik uslubi shakllantirdi. Orda qasr, jome, masjid, maqbara, qabri gumbazlarining yasalishi islom binokorligining eng nafs shakli va nusxalarini qabul qildi. Bu aslidami islomiyatga uyushgan yoki ta'sir ko'rsatgan har qaysi ellar va xalqlar binokorlik tajribalaridan jamg'ulangan edi. Arab yeziqi tadrijiy Uyg'ur yeziqi shakli bo'lib qoldi. Buningga asos bo'lgan narsa mayli Orxun davridagi runik shaklidagi yeziq bo'lsin, mayli So'g'di yezig'i asosidagi kona Uyg'ur yeziqi bo'lsin. Yolg'iz harfni asos qilgan Semit yeziqi sistemasiga tava yeziq bo'lg'achqa almashtirish oson bo'ldi. Arab yeziqi ko'p qatim isloh qilinib, Uyg'ur tili imlo qonuniyatiga uyg'unlashtirildi. Arab yeziqi bilan billa bir qism arabcha so'zliklar bilan ma'lum salmoqda Fors so'zliklari Uyg'ur tili lug'at tarkibiga kirib keldi. Atalmış Chag'atay tili uning tipik ifodasi bo'ldi. Arab yeziqi shaklda o'zgartirilgan Uyg'ur yeziqi xattatlik san'atini yangicha shakl va nusxalar bo'yicha o'zgartdi. İslam madaniyatidan ilgirla Uyg'urlar boy eg'iz adabiyoti va tarjima adabiyoti an'anasiga ega edi. Yipak yo'li madaniy aloqasi Uyg'urlarni xalqaro savdogar va tarjimon millat qilib qo'ygan edi. Klassik adabiyoti butkul Turkiy xalqlar orasida Uyg'urlarda baxlanishga boshlagan bo'lsa-mu, islomiyatdan keyin Uyg'ur adabiyoti nodir klassik adabiyot namunlari bilan tonilishga boshladi. Aslidagi Turkiy aruz bahridan tashqari Arab klassik she'riyatidagi boshqa aruz vaznlari bilan g'azal, rubai, qit'a, tarjiband, murabba, muhammas qatorliq beyit shakllari Uyg'ur aruz she'riyatining yangi navoiylarini shakllantirdi. Iste'dodli Uyg'ur shoirlari bu xil bahar shakllar orqali aruz she'riyati va sharq klassik adabiyotiga yangi tematik mazmunlar va badiiy obrazlarni bag'ishladi. Arab harfliklari to'plagan kalendarchilik, matematika va tibobatchilik utuqlari Uyg'ur madaniyati, ma'rifi va ilm penini yangi uchur va saviya bilan bezandirdi. Uyg'urlar Arab madaniyati orqali Grek, Rim, Iskandariya va Misr, Suriya, Iran va Hindiston ilm-fan natijalari bilan qayta tanishdi. Qamariya kalendari, handasa va algebra, ya'ni geometriya va algebra matematikaları, Haris ibn Kalida, Abu Bakri Muhammad Zakariya qatorliq avtorlarning tibobatchiligi Uyg'ur jamiyati va o'qitish ishlariga ta'sir ko'rsatdi. Uyg'urlar Arab madaniyati orqali yana bir qitim Aristotel, Platon, Baqrat, Oqdillus qatorliq qadimki Grek mualliflari bilan tanishdi. Uyg'urlar Iskandarning sharqqa yurishi va Grek bakteriya davlati davom qilgan qadimki zamonlarda Grek avtorlari bilan tunji qitim tanishgan edi. İslamiyat madaniyat munosabatlariga agishib, Arab sayohatchilarining 9 Uyg'urlar hayoti to'g'risidagi yozma xotiralari Uyg'ur tarixini tadqiq qilishga manfaatlik manba bo'ldi. 4. Uyg'urlar islom madaniyatiga ko'rinarli ta'sir ko'rsatgan. Bu Arab madaniyatiga ta'sir ko'rsatgan. O'rta Osiyo madaniyati orqali bevosita Uyg'ur madaniyati orqali amalga oshgan. Uyg'urlar islom madaniyatiga ko'rinarli ta'sir ko'rsatgan. Bu
Arab madaniyatiga ta'sir ko'rsatgan. O'rta Osiyo madaniyati orqaliqmi, bevosita Uyg'ur madaniyati orqaliqmi amalga oshgan. Jungo madaniyatining futuqi hisoblangan qog'ozchilik va yepakchilik texnikasi Uyg'ur zimillari orqali O'rta Osiyo va Abbosiya xalifaligiga tarqalgan. Jungo tibobatchiligi bilan Arab va Grek tibobatchiligining futuqlari Uyg'urlar orqali Ibn Sino asarlariga va Arab tibobatchiligining davomli rivojlanishiga o'z ta'sirini ko'rsatgan. Po'ruqning Arab dünyasida keng ko'lamda ishlatilishi oqsoq to'mirdan boshlangan edi. İslamiyet dünyasida 9 Uyg'ur faylasufi va olimi Abu Nasr Farabi natural panteizmlik falsafaviy sistemaga asos solib, Aristoteldan keyingi ikkinchi ustoz deb shuhrat qozongan. Farabi Arab falsafasiga Arablarga Grek falsafasini tonishtirishga, Arab falsafasidagi ilmiy atalg'ularni qiliplashtirishga, Arab matematikasiga, Arab muzikasiga o'chmas tuhfalarni qo'shgan. Abu Ali ibn Sina Farabi qarashlari, bo'libmi Farabining 4 zot qarashlarida chin turib, o'zining 4 tadu, 4 anasir asosidagi tibobatchilik qarashlarini butkul islom sharqiga, hatto g'arbiy Yevropaga tarqatgan edi. Mahmud Qashqari o'zining Divani lug'ati turk nomli mashhur asarni taqdim qilib, Arab Uyg'ur madaniyatining almishiga hassa qo'shgan. Yusuf Xas Hojibning Qutatqu belik nomli cho'ng tipdagi asri islom sharqida xalifa Harun Rashid va xalifa Ma'munidan boshlangan madaniyat uyg'onishi yangi bosqichining muqaddimasini ichib, ayni zamon tafakkur munberida yangi bir egizlik paydo qildi. Ahmad ibn Tolut va uning o'g'li Xumaraba qatorliq 9 o'g'iz siyosiyonlari Misrda qurgan Toluq xonligi Misr arab madaniyati va xalq egiligi taraqqiyotiga ko'rinarli tuhfa qo'shish bilan harbiy flot tashkillab Aqq dengiz bazasini barpo qilgan edi. Xo'ja Ahmad Yassavi va Bahoiddin Naqshbandi muxlislaridan Mavlona Saddiddin Qashqari Abdurahmon Jamining ustozi İslamiyet tasavvufchiligining xilma-xilligini beyitdi. Yusuf Xas Hojib va Alisher Navoiy vakilligidagi Uyg'ur adabiyoti ruhiyat aloyiliklari tufayli İslamiyatning turkiy turdagi klassik adabiyotini beyitdi. Farabi muzik nazariyasi va musikshunoslik faoliyati islom muzika madaniyati taraqqiyotiga nazariyaviy jihatda ko'rinarli tuhfa qo'shdi. Ming yillab davom qilgan sharq muzika san'atidagi ajoyib katta boyliq 12 muqam O'rta Osiyo Turkiy xalqlari Saljuqlarning g'arbga ko'chishi va Temurlang harbiy yurishlari orqali O'rta yaqin sharqda 14-asrdan keyin paydo bo'lgan maqam hodisasiga ko'rinarli ta'sir ko'rsatdi. Beşinci, İslam madaniyati O'rta asr sharqidagi olamshumul tarixiy madaniyat tipi sifatida İspaniyadan Jungogacha, Ozarbayjondan Shimoliy Afrikagacha keng territoriyada kuchli ta'sir ko'rsatdi. Salib urushlari oldi keynida Yevropaga ta'sir ko'rsatgan. Bu olamshumul madaniyat Yevropa madaniyat uyg'onishi uchun muhim asos soldi. Uyg'urlar İslamiyatni qabul qilgandan buyon 10 asrdan ko'proq vaqt o'tdi. Hozirgi kunda islom madaniyati fan texnika va sanoatning hamma sohalarida o'zini zamonaviylashtirib, o'ziga xos islom dunyosi hozirgi zamon madaniyatini shakllantirmoqda.
Muhammed aleyhisselamның ilim çinde bolsumu onu egileş lazım. Alimlarning sahifa batlariga yozgan siyohi shehidlarning qabri toshlariga o'yilgan yeziqlar bilan o'xshashliq qadrlandi. Musulmonlar madaniyat va turmushda boshqa xalqlardan orqada qolmasligi kerak degan so'zlari ilmu millatni gullantirishda yangicha ong, fikr, ilm fan va madaniyatning qanchalik muhimligini ta'kidlashda ilham bəxş gücünü yo'qotgani yo'q. Muhammed aleyhisselamның degan bu so'zlarini yana bir o'qoy. Muhammed aleyhisselamның ilim chinda bo'lsa-mu, uni egilash lozim. Olimlarning sahifa batlariga yozgan siyohi shehidlarning qabri toshlariga o'yilgan yeziqlar bilan o'xshashla qadrlandi. Musulmonlar madaniyat va turmushda boshqa xalqlardan orqada qolmasligi kerak degan so'zlari ilmu millatni gullantirishda yangicha ong fikr, ilm fan va madaniyatning qanchalik muhimligini ta'kidlashda ilhom baxsh kuchini yo'qotgani yo'q. 1989 yil 20 fevral. Bu əsərni sizlərə xeyli burunla oqub beray deb o'ylagan, lekin ish vaqt saati kelmagandi. Bu qitim qizim bilan birga O'zbekistonga sayohatga borgan vaqtimda Toshkentda, Samarqandda, Buxorolarda aylanib yurib, marhum olimimizning mishalarga oyoqlari yetgan bo'g'aydi deb o'ylab qoldim. Hem hayacanlandım çünkü merhum alimimiz Özbekistan'a xeyli köp qitim bağın. Xoş, ahırda huzurunlağa bu qitim qızım bilan birga Özbekistan'da sayohatda bo'lganda Samarqanddagi safirimizdan biraz ko'rinishlarni sunaman. Asli Toshkent, Buxoro, Samarqanddagi ko'rinishlarning hammani biroq huzurunlağa sunay degandim, lekin bek güzel yerlerini gördüm. Bek çıraylık. Ulanı kıskartıp etay desem ki onun mıydı? Şuna 3 bölekке bölüp sonuçunu muvaffak gördüm. Bugün huzurunlarga sunmakçı boğunum. Samarqandda ko'rganlarimiz. Hayır hoş. Kelar qitimliq kitap o'qish programmamizda ko'rishaylik. Aman bo'layli. Hayır hoş. Samarqandga keldik. Va yaxshi yechib ketdi.
Atayn kelgendik. İmam el-Buxari masjidiga. Bu yani qurilish qilib yetibdi. 1 yildan keyin bitadi deydi. Ana, müşe keldik, lekin içi kirgil koymaydı ekan buni. Allah Allah. Allah Allah. Yarım saat. Ay. Boktu balam müşe. Tatıdğa yalanı körüp kaldık ki. Bu ne miken bu? Allah. Emir Temir'nin vannesi. Kızıkken ha bu vayla. Bununla bir emir şikayeden patıdı deydi tehi. Emir Temir devleti devredeki xarit ekanda qizim bu. Ama o yeşili Emir Tümür'ünki imperiyasga 17-15 asırda yaşaptı o Emir Tümür. Ama lekin bu mesela Hindistan'a neçe yılda berip algan devletleri Türkiye'ye berip mana Ankara, İstanbul, Bursa, Konstantinopol, İstanbul degandek yerlardan algan yerlerken bular ama Emir Temür'ün imperiyasi emas, ama şununga qaraydigan, şununga tayindigan yerlar emas, seriqi. Bunun ichida mana Turpan, Qashqa, Yaykan, Xotan lar ekan. Buning imperiyasining poytaxti biz shunmush turgan Samarqand ekan. Şunun için mana bunun içinde kögül bulmaydı ekan Emir Temür maqbarasi ichiga o'rinlashgan ekan. Hozir ichiga kirib shuni ko'raylik. Ajoyib haybatlik qurilishlarni yasaytibdi bular. Emir Temür maqbarasi ekan mana bu. ما هو أصلك خراب سكنته
Assalomu alaykum. Opalar, yaxshimisizlar? Biz Uyg'ur. Ha, sizlar o'zbekmi? Ha, pek chiroyli o'tiribsizlar. Qahva samsiz bu akalarimizni yo'lda ko'rgan o'zligimizdan to'xtadik mana assalomu alaykum deb ko'rishib bir pari yig'ilib ketib dardimizni ko'tarib endi mana samsay ishga tushdik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Voy sening quturing nima? Polo tugabdi ustam. Biz nima yeymiz? Dilfroz ham. Ne geldi qapa bizga bir narsa ko'rsatamsiz? Ajoyib bir manzilni ko'ramiz bolam. Bek eyvetlikken ha. Dünyanın qandaq yerdeki mandaq meydan degan yana qalsın. Dagestan. Meyrani. Mana qizlar. To'y bo'lib yetibdi bu yerda. Kirib ketdik qamiz qizim. Aynı vaqtdagi madrasalar qanday bo'ldi? Shuni ko'rsatganda. Shunday ekan. Allah. Aferin. Hemmisi tullak da bunun. Tullak. Bizning kepulimiz kuchlikka.
Apa, Rejistan meydanını oynayıplamayotimiz bek chiroyliqka. Ketimiz kelmayapti ha bolam. Mana mal tarafisi Ulug'bek madrasasi ekan. 15-asrda qurilgan. O'ng tarafisi Shardon madrasasi ekan. Ondan burimizdagi bu Xulla qori masjid ekan. Bu 17-asrda qurilgan ekan. Xeyli bo'ldi ayron qilaylik ketaman. Endi baraylik. Hem başqa baraylik zo'lab. Birinchisi Bibi Hanım. Bibi Hanım Emir Temur'un ayal olan. Xotini, eng sevgan ayollar. O'rtadagisi onalari, uchinchisi jiyanlari. Bu uchinchisiga xizmatkorlar. Xizmatkorlarni bu şey qo'yganmi? Hemen bu adamni bildi tushgandikin debdimi bolam. Bismillahirrahmanirrahim. Samarqanddagi kashlik manzara mana shundoq bo'ladi ekan. Nima degan chiroyli, nima degan go'zal. Bek chiroyli ekan, apa.